Man Sharipova Zarnigor, Axborot texnologiya va menejment universitetining iqtisod yo'nalishining birinchi bosqich talabasiman. Men hozirgi kunda qo'ljangli sport turi bilan 9 yildan beri muntazam shug'ullanib kelaman. Bu sportga kirib kelishimda o'zimni yoshligimdan qiziqishim va akamning tutqulari sabab sportga kirib kelganman. Birinchi jangim 9 yoshimda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan. Shu 9 yil ichida ancha mehnat va qiyinchilik yo'llarini bosib o'tganman. Eng qiziqarli jangim bu Qozog'istonda bo'lib o'tgan jangim deb hisoblayman. Unda professional janglar va professional jangchilar bilan jang bo'lib o'tgan. Hozirgi kunda jahon chempioniman va sportimni reja asosida olib borib kelmoqdaman. Ham sport, ham o'qish hozirgi kunda bir xil kerak bo'ladi. Sportga qiziqayotgan yoshlarga maslahatim, hech qachon oldingizga qo'ygan maqsadlardan to'xtamang va u tomon intiling va hech qachon charchab qolmang. Mening kelajakdagi maqsadlarim xalqaro darajadagi chempion bo'lish va O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarish.